Ajrashaylik. Guruch tirikmi? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezroq qilib o'rganganmiz. Laserda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Bu ham bahonada. Ajrashaylik. Sen nega tushuntiring? Bitta plyus qo'shmabsan-da, 18 plyus bo'lardi. Ajrashaylik. Nimaga? Duxo bilan yaxshimiz ekan. Olov bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxovkada tort pishirganmiz. Porsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashaylik. Jimiji. Ajrashamiz, ey. Nimaga yana? Tandiringiz qiyshiq nonimni kuydiryordi. Bahona bu. Tandir yappa yangi, xo'pmi? Ajrashaylik, ey. Ajrashib ketaylik. Nega? Mana mashinangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Bavi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shuni to'g'riga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yurgin, bo'taloq. Biz bechora o'zi buyani kulida yuvardik. Oppoq bo'lardi. Bahonada. Onangiz ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb Ona, Xush kelibsizlar mehmonlar. Qani to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Kelin. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurunchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Bu yerda hamma ajrashadi. Bu yerda hamma ajrashadi. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya?